Istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi tashkil etiladi. Iqtidorli mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularda kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, El-yurt umidi jamg'armasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi etib qayta tashkil etildi. Shuningdek, bakalavriat, magistratura va doktorantura dasturlari bo'yicha ta'lim olish uchun eng munosib nomzodlarni saralash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining El-yurt umidi stipendiyasi joriy etiladi. El-yurt umidi stipendiyasi g'oliblari ochiq tanlov asosida test sinovlari va suhbat o'tkazish orqali aniqlanadi. Test sinovlarida nomzodlarning intellektual, tahlil qilish va kreativlik qobiliyatlari, psixologik barqarorligi baholanadi. Bakalavriat bo'yicha hamda magistratura va doktorantura bo'yicha xalqaro reyting tashkilotlarining global reytingi natijalariga ko'ra, birinchi 100 talikka kiritilgan xorijiy oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari ta'lim dasturlari bo'yicha o'qish xarajatlari to'liq qoplanadigan grant asosida qabul qilingan nomzodlarga El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari tanlovlarsiz ajratiladi. Birinchi 300 talikka kiritilgan xorijiy oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalariga qabul qilingan nomzodlarga xalqaro transport va turar joy xarajatlari uchun El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari tanlovlarsiz ajratiladi. Birinchi 20 talikka kiritilgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim dasturlari bo'yicha o'qish xarajatlari kamida 50% qoplanadigan grant asosida qabul qilingan Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablari bitiruvchilariga El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari tanlovlarsiz ajratiladi.